Hurmatli shaxmat muxlislari, shaxmat o'yini juda qadimiy va mukammal o'yin bo'lishiga qaramasdan, hozirgacha bu sohada ilmiy izlanishlar qilib, yangi natijalarga erishayotgan insonlar ham topiladi. Shunday insonlardan bittasi turkmanistonlik fizik o'qituvchi Bezirgan Bazarboyev hisoblanadi. U 2015-yil bolalarni shaxmat o'yiniga qiziqtirishi maqsadida ajoyib loyihani taklif qildi. Avtor taklif qilgan loyiha o'zining oddiyligi va juda mukammalligi bilan e'tiborni jalb qildi va shov-shuv e'tirozlarga sababchi bo'ldi. U birinchilardan bo'lib shaxmat o'yini va astrologiya ilmi o'rtasida qandaydir bog'liqlik bor degan xulosaga keldi va buni ilmiy tomonlama isbotlashga harakat qildi. Buning uchun avtor mucha hayvonlarni 4 guruhga ajratdi va ulardan shaxmat sipohlari uchun 4 ta hayvonni saylab oldi. Ular maymun, ilon, it va to'ng'izdan iboratdir. Keyinchalik xalq og'zaki ijodi kabi usullarni qo'llab, uni yanada rivojlantirishga erishdi. Yangi shaxmat loyihasida filning otdan tez yurishi, farzning, ya'ni qirolichaning eng kuchli sipoh hisoblanishi, ruhning kema deb tushuntirilishi kabi mantiqan izoh berish qiyin bo'lgan muammolar uchramaydi. Shuning uchun avtor bu masalaga jiddiy yondoshib, ko'p yillik izlanishlardan keyin buning ajoyib usulda yechimini topdi. Ko'rib turganingizdek, bu loyihada ot o'rnida ilon, fil o'rnida to'ng'iz, farz o'rnida yovuz sherxonning harakat qilayotganligiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Avtor har bir sipohning shakli, harakatlari, ularning kuchlari nisbati va o'yin voqealariga alohida izoh berib, o'z ilmiy g'oyalarini mantiqqa tayangan holda tushuntirishga harakat qildi. U shunga qaramasdan har qanday ilmiy kashfiyot oldingilarni inkor qilmasdan, balki uning rivojlanishiga xizmat qilishi kerak deb hisoblaydi.